Dunyodagi eng mashhur josuslardan biri Oldrich Ames vafot etdi. SSSR va Rossiya foydasiga josuslik qilgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi 84 yoshda edi. Ames 5-yanvar kuni vafot etgan, biroq uning o'limi haqida 7-yanvarga kelibgina xabar berilgan. The Washington Post nashri Amesni eng xavfli xoin deb atadi. Gap shundaki, Oldrich Ames 1985-1994 yillarda avval Sovet, so'ngra Rossiya razvedkasiga yuzlab razvedka operatsiyalari haqidagi ma'lumotlarni yetkazgan. Bu ishga xotinini ham jalb qilgan. Tergov bilan bog'liq kelishuv doirasida Ames Markaziy razvedka boshqarmasi va SSSR hududidagi boshqa Amerika va xorijiy maxsus xizmatlarning deyarli barcha agentlari shaxsini oshkor qilganini tan olgan. AQSh Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ames Moskvaga kamida 10 nafar agent shaxsi haqida ma'lumot bergan. Ularning kamida 9 nafari SSSRda otib tashlangani taxmin qilinadi. Sud materiallarida aytilishicha, u ma'lumotlarni yetkazishda g'arazli niyatlarda harakat qilgan. Moskva bilan hamkorlik qilgani uchun Ames $1 million dan ortiq naqd pul, shuningdek qo'shimcha to'lovlar va Rossiyada ko'chmas mulk va'dalarini olgan.